Assalomu alaykum. Bugun shahrimizning go'zal xonadonlaridan Ko'klam mahallasini go'zal xonadonlardan Rahimovlar oilasiga, Nurmurod akamizni fayzli xonadoniga, Umrunsa yangamizni fayzli xonadoniga, davramiz shohsupasi sababchilari bo'lmish jajji o'g'lonlar, nabiralarimiz Ilhomjon Barnoxonlarning farzandlari Islomjon, Adhamjon, Akramjonlarning sunnat to'yiga, bugungi bazm oqshomiga tashrif buyurgan aziz mehmonlar, ko'pni ko'rganlar, dono otalar, farzandlarining iqbolidan erta kech bezovta bo'lganlar, munis onalar, yaxshi niyat hamrohlari, davramizni aziz mehmonlari, to'y bahona, davra bahona didor ko'rishgan tog'a, amma, xolayu yangalar, boldizlar, davramizga tashrif buyurgan qaro ko'zlar, shirin so'zlar. Mana bugun Ilhomjon ham kelinimiz Barnoxon yaxshi niyat bilan payg'ambarimizning sunnatlarini bajarmoq uchun elimizga, xalqimizga mana ertalabdan mana shu tinchlik ko'chasida dasturxon yozib non osh berayotgan ekan, non tuz berayotgan ekan. Avvalambor to'yxona sohiblariga, sohibalariga tani sog'lik, salomatlik, bundan keyingi ishlarda, hayotlarida ulkan rivojlar tilab qolamiz. Ilhomjon bilan Barnoxonni topganlari doim to'ylariga ketsin, to'yga kelganlarda boshlari to'ydan chiqmasin deymiz. Davramizga tashrif buyurgan aziz mehmonlarimiz nomidan ham Nurmurod akamizni, Umrunsa yangamizni, Ilhomjon Barnoxonlarni bugungi quvonchli oqshomlari bilan farzandlarini, nabiralarini to'ylari bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. To'ylaringiz muborak aziz to'yxona sohiblari, sohibalari deymiz. Sizlarning nomingizdan ularni yana bir karra bugungi to'ylari bilan tabriklaymiz. Sizlarga ham tani sog'lik, salomatlik, bundan keyingi ishlaringizda, hayotlaringizda ulkan rivojlar hamisha hamroh bo'lishligini tilab, dasturxonlarni ochiq deb e'lon qilamiz. Sizlarni mana shu go'zal yasatilgan dasturxonlarga taklif etib qolamiz. Bakovularimizdan so'raymiz, kelayotgan aziz mehmonlarimizni mana hozircha joylarimiz bor, o'tkazib eshik ochiq, mana dasturxonlarga aziz mehmonlarimizni taklif etib qolamiz. Bugun davramiz sababchilarini, Islomjonni, Adhamjonni, Akramjonlarni bugungi to'ylari bilan muborakbod etmoq bo'lib, elimizni, xalqimizni olqishiga sazovor bo'lib kelayotgan hofizlarimiz, Bulbulnavoz, Xushovoz xonandalarimiz, Begmatjon Umarov boshliq Surxon guruhi davramizga tashrif buyurgan. Hozir bitta chiroyli qarshiylaringiz bilan davramizga Surxon guruhini taklif etamiz. Ularning ijrosida bir juft dilbar qo'shiqlarni eshitib, so'ngra davramizni davom ettiramiz do'stlar. Sizlarga yana bir kar yaxshi kayfiyat tilaymiz. O'ylaymizki, davramizda ishtirok etgan aziz mehmonlarimiz o'zlarining dil so'zlari bilan davramizga tashrif buyurgan bo'lsa, ne ajab, ularning dil so'zlarini, dil izhorlarini mana shu to'yimiz davomida eshitib boramiz. Jajji o'g'lonlarimizga ham o'qishlarda, ishlarda ulkan rivojlar tilab qolamiz. Fursatdan foydalanib barchangizni mana tobora yaqinlashib kelayotgan mustaqil davlatimizni, O'zbekistonimizni 11 yillik katta to'yi bilan, tantanasi bilan ham muborakbod etib qolaman. Barchangizga tani sog'lik, salomatlik hamisha yor bo'lsin do'stlar. Goho sizni borligingiz unutdim, yo'llarimga zorligingiz unutdim. Umidlari so'kilgan bu dunyoda tanho menga zorligingiz unutdim. Marhamat Surxon.
anacan, ganimetim, amanetim, anacan, ganimetim, amanetim, anacan. Aşktan tattım ve lakin dost olmadım. Ak yüzlü bir kara göz olmadım. Şanalarga savurdum gözlerimi, lekin sizga bir shirin so'z olmadim. Şanalarga savurdum gözlerimi, lekin sizga bir shirin so'z olmadim. Ganimetim, amanetim, anacan, ganimetim, amanetim, anacan, ganimetim, amanetim, anacan.
qadrdonlikni tutgan jahonda yor bizdan oshnam bor kimdan kam Tegirmeni qo'shilasa hurmatli mehmonlar, ular yaqindan kelgan. Mana bugun Ilg'onboy Muhammadlar oilasi mana to'y berib, nevaralarimizga atab to'y o'tiryapti. Ularni men chin qalbimdan tabriklayman to'ylar bilan. Shu nevaralarimdan sog'lom shu oila yana bir necha martalar shunday to'ylar berdim. Shularning ham hammasiga kattadan katta baxt tilayman, kelgusidagi ishlariga, hayotiga, hammasiga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. Rahmat mutaxassislar bo'lsin do'stlar. Qavmimizning yaxshi samimiy tilaklari, istaklari uchun sizga sog'lik, salomatlik bo'va, iloyimizga kiring. Nasib mana shu nabiradan keyin evara bo'laman. Evaralaringizni ham kelin kuyov bo'lganda, kelin kuyov to'ylarida ham mana shunday yaxshi tilaklar, istaklar bildirib yuring. Hozirgi so'z navbatini xolalaridan Marhabo opamiz va Murodovaga beramiz so'zni. Marhabo opamizni ham yaxshi tilaklarini, istaklarini eshitib, so'ngra davramizni yana davom ettiramiz. Bormisiz, opa? Marhabo opa bormi? Xolalaridan. Tojikistondan. Yo'qmi? Bo'lasi bormi Taxmin opamiz Jumayeva? Bormisiz? Keling davramizga. Bisyor bo'lsa gar bol ham beqadr. Takror aytilganda rangsizdir kalom. Bu yorug' jahonda vatan bittadir. Bittadir bu dunyoda ona degan nom. Marhamat, mana Taxmin opamiz davramizdalar. Yosh tilaklaringiz, istaklaringiz to'y bolalarga bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar hamda mezbonlar. Ruxsat bersalaring shu jiyanim Islomjon hamda Akromjon va Adhamjonlarni sunnat to'ylari bilan tabriklab, ularga uzoq umr, sihat salomatlik tilayman. Hamisha xursand bo'lib yursin. Yaxshi ulg'aysin, kelajakda yaxshi bo'larmiz. Rahmat, yaxshiliklaringiz uchun, istaklaringiz uchun Taxmin opa, sizga ham sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Xolalari keldilarmi, Marhabo opa? Marhabo opa, keling davramizga, aziz onaxonimizni ham yaxshiliklarini, istaklarini eshitaylik, so'ngra davramizni yana davom ettiramiz. Onalarni oyog'i ostidadir, Ravza-i jannati jinon bog'i. Gar Ravza bog'in visolini ko'rmak istasang, bo'l onalarning oyog'i osti, tuprog'i degan ekan bobomiz Navoiy. Yaxshiliklarni, istaklar navbatini Marhabo opamizdan eshitamiz. Bormilar? Yo'qmilar? Salomat bo'lsinlar. Mana yaxshiliklar, istaklar bo'ldi. Albatta bobomiz ham, Taxminaxon singlimiz ham yaxshiliklar, istaklar bildirdilar. Oling demadilar. Umar Xayyom bobomizni oldiga bir inson kelibdi-da, Umar Xayyom bobo, ayting bizlarga, har kuni ichib bo'lmas. Har kunning o'zgacha gashti bor.
dushanba kun bibi Aysha kunidir. Seshanba kun yomon kun emas, chorshanba kun yaxshi kundir. Payshanbada tushdan keyin juma kelar, juma kun namoz kundir. Shanba, yakshanba kasal ko'rib hol so'rash kunidir. Bizlar qachon ichaylik desa, Umar Xayyom bobomiz hali kelgan insonni qo'liga maktub bitib, mana shu maktubni uyga borgandan keyin o'qingiz, zinhor ko'chada o'qimangiz deb jo'natib yuboribdi. Haligi inson zavqi ichiga sig'masdan bu Umar Xayyom bobomiz nimalarni yozdi ekan deb ko'chadayoq maktubni ochib o'qisa yozib qo'yganmish. Ozdan ichsang mayli ichgil, dushanba-yu seshanba. Yana ozginadan bo'lsa ichavergil, chorshanba-yu payshanba. Ha undan keyin juma, shanba, yakshanba, yana kelar dushanba ichaversa bo'laveradi yozib qo'ygan ekan. Ma'laridan Ilhomjonni sinfdosh do'stlariga so'z navbatini beraylik. Boqiy Valijonni davramizga taklif etamiz. Valijonni yaxshi tilaklarini, istaklarini eshitib, so'ngra davramizni yana davom ettiramiz do'stlar. Valijon, marhamat, yaxshi tilaklaringiz, istaklaringiz. Do'st bilan obod uying, gap bo'lsa ul vayrona ham. Do'st qadam qo'ymas esa vayronadir, qoshona ham. Har uy dilovoz bir kisho, ahli do'stlar bazmida. Gap qadam qo'ysa qabohat, yig'lag'ay ostona ham. Rahmat Bahodir aka. Hurmatli zoya yaqindan kelgan mehmonlar, bugun Ilhomjon do'stim, sinfdoshim to'ylayotgan ekan, hammamizda shunday to'ylarga yetkazsin. Yigitman degan odam shunday bolalariga to'y qilib, elga dasturxon yozsin. Har doim bolalarini baxtini ko'rib, eson-omon yursin. Rahmat rais. Rahmat, yaxshiliklaringiz, istaklaringiz uchun Valijon, sizga sog'lik, salomatlik, ishlaringizda hayotingizda ulkan rivojlar tilab qolamiz. Yana Tojikiston Respublikamizga marhamat qilamiz. Tojikistonda olalaridan Said opamiz ishtirok etyaptilar. So'z navbatini Said opamizdan eshitib qolamiz. Said opa bormisiz? Tojikistonlik mehmonimiz. Olalaridan Ilhomjonni. Yo'qmisiz? Salomat bo'ling. Bojalardan Bahodir akamizga adashimizga so'z navbatini beramiz. Bormi Bahodir aka? Tojikistondan mehmonimiz. Bormisiz Bahodir aka? Yo'qlar yozib kelgan ekan, xafa bo'lmaysizlar. Davramizni aziz mehmonlaridan Menqobilov Baxtiyorjonga so'z navbatini beramiz. Davramiz sababchilarini bobolaridan Ilhomjonni sinfdosh do'stlaridan Umar Xayyom bobomiz aytgan ekan, do'stlar ilohlikni qiling dunyo. Ez diydor ko'ring, o'zida aylang shoh. Soqi toza mayni sizganda aylanglar bechorani ham. Birla yor deb. Marhamat qo'shiljon. Assalomu alaykum. Uzoqdan kelgan mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun o'rtog'imiz Ilhomjon elga dasturxon ochibdi. Mana shu nevaralarimizning sunnat to'yida o'tiribmiz. Shu to'ylarimiz yaxshi o'tsin. Hammamiz mana shunday to'ylarga niyatlaylik. Rahmat, Raisbon sizlarga uchun. Rahmat Baxtiyorjon, yaxshiliklaringiz, istaklaringiz uchun. Sizga sog'lik, salomatlik, ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Mana yaxshi tilaklar, do'stlarni istaklarini eshitdik do'stlar. Mana shu yaxshi tilaklarga, istaklarga qo'shilgan holda olib o'tirasizlar. Umar Xayyom bobomiz aytgan ekan, ey do'stim, din g'amin yema, qachon ichaylik dema. Ichaver shanba, yakshanba, dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, yana juma deb. Mana Dilbarobamni yaxshiliklarni, istaklarini eshitib, so'ngra davramizni yana davom ettirsak, Dilbarobamiz mana shu chegaralik bo'yicha shahrimizga tanilgan, nafaqat shahrimizga, viloyatimizga tanilgan opalarimizdan bo'ladilar. Mana shu xonadonda qarindoshlaridan, aziz onalar, dilbar singillar, ayollar orzungiz endi ushalsin. Siz bosgan toshlardan ko'karsin gullar. Qutlug' oyingizga jambil to'shalsin. Marhamat Dilbaroblar. Assalomu alaykum aziz va hurmatli uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Mana bugun Normurod akam Rahimovlar oilasida katta to'y tantana. Bu to'yning sababchilari bo'lgan jajji jiyanchalarimiz Islomjon, Adhamjon va Akramjonlar.
Men bu jajji farzandlarga uzoq umr, sihat, salomatlik, baxt, saodat, mana shu momolaridek, bobolaridek, tog'a, xola, ammalaridek barkamol insonlar bo'lib yetishishini, mustaqil vatanimizning bir yaxshi bir farzandi bo'lib yetishishini tilakdoshiman. Shu uy egalariga ham, shu xonadon egalariga ham, to'y sohiblariga sog'lik, salomatlik, mana shu yerda o'tirgan qora ko'zlari hammasini mana shu jajji nevaralarimizning, jiyanchalarimizning nikoh to'ylariga ham qatnashishlaringizga tilakdoshman. Rahmat so'z berganingiz uchun. Rahmat Dilbar opa, yaxshi tilaklaringiz, istaklaringiz uchun sizga ham sog'lik, salomatlik hamisha yor bo'lsin. Ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Hozirgi so'z navbatida davramiz sababchilarini, jajji nabiralarimizni bobolaridan eshitamiz. Davramizda mana shu bobolarning eng kichigi Ahmadjon Xudoberdiyev ishtirok etyaptilar. Ahmadjonga hozirgi so'z navbatini beramiz. Ahmadjonning yaxshi tilaklarini, istaklarini eshitib, so'ngra davramizni yana davom ettiramiz do'stlar. Dunyoning shodligiga yig'ilsa bugun do'stlar didoridan bo'lolmas ustun. Qolar ham o'saga dilning kosasi, do'stlar bilan xayrlashgan kun. Har qancha achchiqdir dunyoda achchiqdan achchiq, achchiqroqdir yori do'stdan ayrilib. Marhamat Ahmadjon. O'zingizga gapirsin. Assalomu alaykum. Do'stimiz Hamjonning qo'llarini to'yida insonlar inson bo'lsinki, eng kamida juda qassob bolasi bor. Namoz o'qishni ziyat rahmat aytsin. Olsa bolalardek bo'lsin. Rahmat Ahmadjon istaklaringiz uchun sizga ham sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Umar Xayyom bobomizga murojaat qilamiz. Mana shu yaxshi tilaklar, istaklar uchun ozginadan olib o'tirasizlar. Umar Xayyom bobomiz aytgan ekan, kimniki bo'lsa bir-birda oq bug'doy noni, o'ziga yarasha uy oshiyoni. Na qul birovga ul, na birov unga ayt yashayversin zamoni deb. Mana shu yaxshi tilaklarga qo'shilgan holda olib o'tirasizlar. Navbatda yana Bulbul Navoz, Xushovoz xonandalarimizdan, Surxon guruhidan eshitamiz. Davramiz ahlini raqs shaydolarini davramizga raqs tushmoqlikka taklif etamiz. Erkin Vohidovni qalamiga mansub Donish qishloq hangomalaridan matmisoni dutorini aytib beramiz. Toki Ilhomjon bizdan xafa bo'lmasin. Men o'g'illarim to'yda aytmay ketdingiz rais bu deb mana shuni endi lag'mon qilib cho'zib yuborgan bo'lsak ham 20 yildan buyon sabr qilib eshitib turasizlar. Matmiso qo'y sotgani shahar boribdi. Qaytishda qo'yni puliga bitta dutor olibdi. Uyga kelib otini bog'labdi, yo'lakka zavqi sig'may yurakka chaqiribdi u xotinini. Xotin, mana buni ko'r, mana buni dutor dedilar. Mana buni quloq, mana buni simtor, mana buni xarrak, yana eshak bola dedilar. Mana buni bunday siqib chaladilar. Munojot deb nomini Matmiso kuy cholibdi. Buni eshitib xotini rosa qoyil qolibdi. Deb shoshmang. Adashmasam bobomda ham bor edi. Uni oti ham dutor edi. Lekin bobom oldin mana bu quloqlarini birar edi. So'ngra mana bu darpardalar ustida qo'li ham yugurar edi. Lekin siz bitta joyni tutgancha qolaverdingiz, ting'ir-ting'irni qo'ymasdan rosa chalaverdingiz. Jahli chiqib Matmiso xotinini koyitdi, ketgan bitta qo'y uchun ham rosa alamini olibdi. Debdi xotin, sen bugun eringga ahmoq gapni deb qo'yding. Nima bola qarib esqushingni deb qo'yding. Bobom qo'li torisida yugursa yugurgandir, sho'rlik keraklik pardani topolmasdan rosa qidirgandir. Men uni topdim, og'zingni yumjim debdi. Buni eshitib xotini Matmisoga qo'yil qolibdi. Al-qissa shu mashoqlar qidirishni tashlasin, keraklik pardani topgan pardinjonlar yashasin. Marhamat, Surxon guruhini davramizga yana bir qancha Mavi gölgeden yine aşkım
Şu güzel
şu güzel kumarlar. Kardeşlik yamalı, aydın aydın camalı. Kardeşlik yamalı, aydın aydın camalı. Ne getirmiş hazarı, şu güzel kumarlar. Ne getirmiş hazarı, şu güzel kumarlar. Şirin şirin sızlayan, şu güzel kumarlar. Para gözlü gözleyen, şu güzel kumarlar. Şirin şirin sızlayan, şu güzel kumarlar. Para gözlü gözleyen, şu güzel kumarlar. Şirin şirin sözleyen, şu güzel kumarlar. Para gözlü gözleyen, şu güzel kumarlar. Şirin şirin sözleyen, şu güzel kumarlar. Para gözlü gözleyen, şu güzel kumarlar. Gel bakalım başlaya, işlediler yanıma. Kibriklerinden kırılmışlar kadar canıma. Gel bakalım başlaya, işlediler yanıma. Kibriklerinden kırılmışlar kadar canıma. İşlediler yanıma, kibriklerinden kadarmışlar kadar canıma. Gel bakalım başlayan, işlediler yanıma, kibriklerinden kadarmışlar kadar canıma. Gel bakalım başlaya, işlediler yanıma. Kibriklerinden bedenmişler kadar canıma. Gel bakalım başlaya, işlediler yanıma. Kibriklerinden bedenmişler kadar canıma. Kara kara koyu kız, kara gibi suyu kız, beni şu yaya
uchrashish qolganlardan so'z emas tuzukgina uchrashish qolganlardan so'z emas tuzukgina qarab qo'yyapmiz qarab ko'zyapmiz men uchun shayolimiz qarab qo'yyapmiz qarab ko'zyapmiz men uchun shayolimiz
sabırcı torlara beledi. Dağlarda bulutların başını sabırcı torlara beledi. Bu dünya bir gece desem, cemreler bu dünya var desem. Bir baksan bu dünya bir kıştır, bakmasan başın yatar desem. Bu dünya bir gece desem, cemreler bu dünya var desem. Bir baksan bu dünya bir kıştır, bakmasan başın yatar desem. Oyna oyna gül pari, yana oyna gül pari. Her gece beni güldürün, hey yana oyna gül pari. Hey yare, vay yare.
sababchilarini, tog'alarini, ammalarini davramizga taklif etib qolamiz. Hozir so'z navbatini davramizni sababchilarini tog'alaridan, viloyatimiz poytaxtidan, Termiz shahri azimdan davramizda ishtirok etayotgan Hakim akam Bomurodovga so'z navbatini beramiz. Hakim akamning yaxshi tilaklarini, istaklarini eshitib, so'ngra davramizni yana davom ettiramiz. To'y hasham orzusida o'z baxtini etgan ijod, g'ayrati kuch sohibi insonga loyiq to'y bukun. To'yga kelgan har aziz mehmonga loyiq to'y bukun. Marhamat Hakim aka. Assalomu alaykum. Mana shu biz qatnashchilar mana bugun shuga diydor g'animat uchrashib o'tirganimiz sababchilari jiyanlari Islomjon, Adhamjon, Ikromjonlarni sunnat xatna to'ylarida ishtirok etaman ekanman. Mana shu fursatdan foydalanib bu jajji sunnat o'g'lonlarga baxt, saodat, kelajakdagi ishlariga, ulg'ayib o'sishlariga yaqindan tilakdoshman. Zamonimiz tinch bo'lsin. Shu tinchlik zamonida bular shod, inoq, ahil oilada ulg'ayib voyaga yetsin. Zamonamizning eng yetuk farzandlari o'tishga yaqindan tilakdoshman. Mana shu rais bova Tojikistondan bir guruh mehmonlar kelganda, shularni ham bir davraga taklif qilsangiz. Nima deysiz? Yaxshi. Rahmat Hakim aka, yaxshiliklaringiz, samimiy tilaklaringiz, istaklaringiz uchun sizga ham sog'lik, salomatlik, ishlaringizda, hayotingizda ulkan rivojlar hamisha hamroh bo'lib bo'lishligini tilab qolamiz. Mana shu fayzi xonadonni fayziyob etib davramizda ishtirok etgan aziz mehmonlar mana hali yodimdan chiqdi, davramizda chiroyli raqslarga tushgan raqqosa singillarimizni ijrosida ichida Gulbahorxonni, Rahim va Gulbahorxon sinimizni, do'stimizni, sinfdoshlari ham chiroyli raqslarga tushdilar. Sababi shuki, bir 8 kun bo'ldi mana shu xonadonda 8 kun avval ham to'y o'tkazganmiz. Mana xuddi mana shu Surxon guruhi bilan, mana shu farzandlarimiz bilan Mama Solijon mana qo'shnisi bularni 20 yilligini o'tkazdik. Mana shu oyda ichida 2 marta mehmon kutyapti bular. Mingdan-ming rahmatlarimizni izhor etamiz. Hozirgi so'z navbatini davramiz sababchilarini ammalaridan Gulbahorxon Rahimovaga so'z navbatini beramiz. Gulbahorxon Rahimovani ham davramizga chorlaymiz. U kishining yaxshiliklarini, istaklarini eshitib qolamiz do'stlar. Marhamat, ammalaridan keling Gulbahorxon davramizga. Yaxshiliklaringiz, istaklaringiz mana shu jiyanlaringizga bo'lsin. Yana opalaridan davramiz sababchilarini Nasibaxon nabiramizni ham davramizga taklif etib qolamiz. Qizlari bilan sirli bu dunyo, oshiqlari bilan qudratli bu yer. Oqib kelaverar kunlarga ziyo, oqib kelaverar yuraklarga she'r. Marhamat, 20 yilingizda gapirmagandingiz, bugun gapirasiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Mana bugun ukajon Ilhomjonning o'g'illari Islomjon, Adhamjonlarning to'ylariga yig'ilgan ekanmiz. Sizlarga katta rahmat. Ukalarim, jiyanlarim hammasi sog' salomat bo'lsin. Umrlari uzoq bo'lsin. Kelajagi porloq bo'lsin. Kelajakda o'qimishli, katta ishlarda ishlansin. Hammalaringizga rahmat. Sog' salomat bo'lingizlar. Rahmat etamiz. Hozirgi so'z navbatini aziz mehmonlaridan davramizda Adhamjon Husanovga so'z navbatini beramiz. Adhamjonning yaxshiliklarini, istaklarini eshitib qolamiz do'stlar. Bu to'ylarga to'yi kalon yarashar, mehmonlarga qizg'in salom yarashar. Tong otguncha so'zi suhbat qizdirib, bir-birovga izzat ikrom yarashar. Marhamat. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, mezbonlar. Bugun mana o'tirar ekanmiz. Islom, Adham, Akramjonlarning to'yida o'tiribmiz. Ularga uzoq umr, baxt, saodat, yanagi to'ylarga, kelin to'ylarga o'tiraylik. Rahmat, Facebook. Rahmat Adhamjon, yaxshiliklaringiz, istaklaringiz uchun sizga ham sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Ishlaringizda muvaffaqiyatlar hamisha hamroh bo'lsin. Hozirgi so'z navbatini Nasibaxon singlimizdan eshitamiz. Davramiz sababchilarini, to'y bolalarini opasi
ota ko'zlarining mehri giyosi farzand, ona so'zlarining orzu armoni farzand. Farzandir bog'da gul, tongda nur, gulshanda sabo, farzandimiz to'yiga aziz mehmonlar, marhabo. Marhamat nabira. Assalomu alaykum aziz mehmonlar va ukajonlarim. Islomjon, Akramjon, Adhamjonlarni men chin dilimdan tabriklayman va ularga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Yana bir necha yildan so'ng mana shu xonadonda kelin to'ylarini ham ko'raylik. Ishinglar demadingmi? Rahmat nabira, yaxshilaringiz, istaklariniz uchun sizlarga ham mana o'qish boshlanib kelyapti. O'qishlaringlar muvaffaqiyatlar hamisha yor bo'lsin. Muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Hozir navbatda yana Bulbulnavoz Quchoqboz xonandalarimizdan davramizda fayziga fayz qo'shayotgan hofizlarimizga, Begmatjonov Fardinjonlarga beramiz. Surxon guruhiga davramiz ahlini, raqs shaydolarini, Ilhomjonni sinfdosh do'stlarini, bobolarini, davramiz sababchilarini, momolarini davramizga raqs tushmoqlikka taklif etib qolamiz.
Papaya bayrağı koya yaşaman Cüzüde mihribar Cüzüde sitribar Cüzüde mihribar Cüzüde sitribar Cüzüden çıkardı dağdakları Bari yaşaman Cüzüden çıkardı dağdakları Bari yaşaman Kirpikleri çoğaldadı Harasaki çoğaldadı Yorulmuş yaşken gaflarını Yüzü gel yolladı Kirpikleri çoğaldadı Harasaki çoğaldadı Yorulmuş yaşken gaflarını Sorular kelime gün aylanmaz Kalbimizden şirin kalan Köyün bugün muhabbet yapar Yolun içleşkenler yollarımız Köyün bugün muhabbet yapar Yolun içleşkenler yollarımız İçine böyle hayal yaşı Yürek sözlerle boyaşı Yorulmuş reşkenler yollarına Hicran azabı zor yaşı Sağ içine böyle hayal yaşı Yürek sözlerle boyaşı Yorulmuş reşkenler yollarına Sözler gelmez, gül aylarlar Kalbimizden şirin haber Köyün bugün muhabbet yapar Yorulmuş yaşayanlar yollarına Köyün bugün muhabbet yapar Yorulmuş yaşayanlar yollarına Marhamat. İstesen balaydan oyunu alır
Marhamat, faqat sindoshlar.